Assalomu alaykum aziz obunachilar. Bugungi mavzuyimiz ma'lum mashhur sarimsoq, ya'ni rus tilida aytganda chesnok haqida bo'ladi. Chesnokni ko'p kishi eshitadi, biladi, lekin ammo undan qanaqa foydalanish kerak, nimalardan, qanaqangi usullarda qaysi kasallikka foydalanish kerakligi haqida to'liqroq ma'lumotga ega emas. Chesnok, ya'ni sarimsoq xalq orasida asosan oshga yoki bironta ovqatlarga solinadi. Buni shifobaxsh xislatlari shundan iboratki, ko'p usullar bor. Manti qozonga dimlab, ya'ni manti qozonni olasiz, tozalab yuvib, suv solasiz va manti qozonni o'zini lalalari deydi. O'sha lalalariga chesnokni aynala qilib qo'yasizda, unga deylik ustidan ozgina sariyog' surtasiz. Ya'ni chesnokni ustiga sariyog' surtasiz. Ana shuni deylik to hilpilab pishguncha, ya'ni hil bo'lib pishgunicha yaxshilab manti qozonni past olovda qaynatiladi va bu parda pishadi. Mana shunga ana shundan agar kuniga 2 mahal, 3 mahal, 2 boshdan chesnok yeyilsa, bu nafas yo'li shamollashlariga, buyrak kasalliklarida va siydik yo'llari, belni tez yaxlab sovqotishi, oyoqlarni sovqotishi kabi holatlarga juda yaxshi natija bo'ladi. Va buni boshqacha usuli bor. Deylik, chesnokni olasiz, ya'ni sarimsoqni olib, birinchi xamir tayyorlab olasiz. Xamir. U non qilinadi-yu, o'shanday qilib xamir tayyorlab, chesnokni olib, yaxshilab uni xamir bilan yopasiz, ya'ni o'raysiz va buni cho'g' qilib, cho'g' bo'lib oldin kichkinagi vaqtda ko'plar kartoshka pishirgan, buni bolalikda qilganlar biladi. Shunday qilib cho'g'ga olov yonib bo'lib cho'g' bo'lgandan keyin cho'g'ni tagiga ko'masiz va xamiri non bo'lib pishadigan darajada qattiq bo'lganda olib, ana o'shanga 1-2 chimdim olib chesnokni olgandan so'ng ichini ajratib, chesnoklarni mag'zini ajratib olasiz, o'zagini yaxshilab aralash qilasizda, kashaga o'xshatib. Bunga deylik yarim choy qoshiq, bir bosh chesnokka yarim choy qoshiqdan kamroqgina qilib murch sepasiz. Murch sepganingizdan keyin ana shundan kuniga deylik 2 boshdan 3 mahal, 4 mahalgacha yeyilsa, buyrakni quvvatlaydi, nafas yo'lini ochadi, shamollashlar, balg'am yig'ilishlari, dimoq yo'llarida balg'am yig'ilishi va buyrak va siydik yo'llarini qovoqlarining kuchsizligi, oyoqlarni sovqotishi kabi holatlarga juda yaxshi, ajoyib malham hisoblanadi, ya'ni foydalansangiz bo'ladi. Yana qanaqangi usullarni qilish kerak chesnok, ya'ni sarimsoqdan? Yana bir narsa, har bir narsani ham tabiiy bo'lgan bilan ko'p yeyish ziyoni bor. Chesnokni ko'p yeyish ko'z quvvatini birozgina tushiradi va ko'z sohalariga toshmalar paydo qiladi. Safrosi ko'p insonlarda, ya'ni o'tkir safrolik insonlarga xom chesnokni yeyish ziyon hisoblanadi. Yana bir narsa, xom chesnokni yeyish buyrakka ziyoni bor, ammo uni pishgan holatda yeyish buyrakka foydali. Gapim shunday. Demak, xomni ko'p yegan inson buyragiga kasal yo buyrakda kuchsizlik bor insonlar mumkin emas. Agar o'shani yuqorida aytib o'tadigan pishirib bug'da pishiradigan holatda yeyilsa, uni buyrakka va siydik yo'llariga, prostataga, sovuqliklariga juda yaxshi, qovoq shamollashlar, sistit kabi holatlarga juda yaxshi foyda qiladi. Chesnokni yana bir kasallikda foydalansa bo'ladi, tulki kasalligi deyiladi. Soch to'kilishi, soch soqol, tuklarning to'kilishida birinchi marli bilan yaxshilab ishqalab, nam marli bilan issiqroq marli qilib, suvga issiqroq olib, buni siqib, o'sha joyda ishqalab, uni chesnokdan surtilsa, o'sha yerdan agar boshlanishi bo'lsa, tuk chiqishga yordamlashadi. Endi murakkablashib ketgan bo'lsa, unda kuchi kamroq yetishi mumkin. Buni faqat ko'proq foydalanasiz. 1 oy, 2 oy, kunora 2 kunda bir o'sha surtgan joy qavarib, yara bo'ladi va zardob chiqadigan holatga keladi. Yana ozroq dam olib, yana xuddi shunday darajada qilinaversa, tulki kasalligiga, ya'ni soch soqolning to'kilib ketish holatlariga juda yaxshi effekt bo'ladi, ta'sir bo'ladi. Bu bitta holatlarda. Endi buni gijja kasalliklarda ham beradi. Ko'proq men yosh bolalarga, juda mayda bolalarga tavsiya qilmayman. Buni asal bilan birgalikda, deylik, 1 kilo asalga qancha desak bo'ladi? Misol deylik, 2 bosh chesnokni yaxshilab ajratib po'stlaridan tozalab, yaxshilab qirg'ichdan o'tkazib, 1 kilo asalga aralashtirib, shundan yaxshi aralash kerak. Alohida chesnok chiqib qolmasligi kerak. Kashadi holatida juda aralashib ketadigan darajada bo'lish kerak. Ana shundan 1 choy qoshiqdan kuniga 2 mahal, 3 mahal och qoringa ichilsa, bolalar o'rta yosh, 10-15 yoshdagi bolalarga juda yaxshi, gijjasi uchun foydali malham, ya'ni ichiladigan malham hisoblanadi. Buni faqat ichish davomida o'tkir shirinliklar mumkin emas. Shashlik somsa, hot-dog, lavash kabi o'zida chiqindi, ya'ni o'zida gijjani ko'paytiruvchi, ya'ni gijjani tushirishga to'siq bo'ladigan yeguliklar mumkin emas. Non mahsuloti ham kamayadi. Sarimsoqni zaytun va sabzi qo'shib yaxshilab ovqat tayyorlansa, ikkovidan aralash miqdorda tayyorlanib, qorinda suv yig'iladigan insonlarga bersa ham yaxshi natija bo'ladi. Ya'ni qorinda suv yig'ishini pishob bilan haydashga yordamlashadi. Yana bir foydali xislatlardan biri
chesnokni, ya'ni sarimsoqni sharob bilan ya'ni may bilan birgalikda yeyilsa, ilon choqishi va gazanda choqqanlarga ham yaxshi ta'sir bo'ladi. Teriga ishqalsa, demak bu tez yara qiladi. Sarimsoqni kulini olib, uni asal bilan qo'shib, temiratkiga va yaralangan qo'tirga surtilsa, bu kasalliklarga ham yaxshi natija bo'ladi. Mana bugungi mavzuyimiz, ya'ni bugungi sizga beradigan ma'lumotimiz sarimsoq, ya'ni chesnok, rus tilida aytgan chesnok haqida edi. Keyingi videolarimizda qaysi o'simliklar haqida ma'lumot berishimiz kerakligini kommentariyada yozib qoldiring. Xudo xolasa vaqt topib o'qib, shu kasalliklar yoki shu o'simliklar haqida ma'lumot berishga harakat qilamiz. Videolarimizni sarimsoqni yomon ko'radigan yoki sarimsoqni yomon ko'rsa ham yaxshi ko'rishga majbur bo'ladigan insonlarga jo'natib qo'ying. Shoyat bir manfaatli bo'lsa. Keyingi videolarimizni ko'rishguncha omon bo'ling, sog' bo'ling.